hijoma muolajasi. Bilasizlar, hijomani qanchalik mukammal olib boramiz klinikada. Hozir hijoma to'g'risida emas videoyimizda. Hozirgi holat mana optik yaqinroq ko'rsatsam. Mana bu holat bir 20 ta kasallikning sababi bo'ladi bu. Birinchi navbatda buqoq bezini yaxshi ishlamasligi. Mana shu siqib qo'ygan. Sheyniya osteoxondroz deydi. Bo'yin sohasida tuz yig'iladi. Aslida bu yerdagi tuz buyrak yaxshi ishlamasligidan, jigar dimlanishidan, o'tqoq dimlanishidan bo'ladi. Bo'yin sohasida qon aylanmasligining sababi birinchi mana bu bo'ladi. Gormonlar ichishdan oldin, qanaqadir endokrinologlar lecheniasini qilishdan oldin eng birinchi o'rinda yelka sohasidagi tuzlarni eritib, organizmda modda almashinuvini tiklab olish kerak bo'ladi. Ana endi ikkinchi sababi bu ko'z, zreniyaga ta'sir qiladi bu. Boshda qon aylanishini buzadi. Quloqda eshitish, shum bo'lishi, zreniyaga ta'sir qilishi, ana bor